Futbolda bitta g'alaba natija, ikkita g'alaba yaxshi seriya, ammo ketma-ket 5 g'alaba haqida gap ketganda bu endi shunchaki omad emas, bu xarakter. Kecha G'uzorda Navbahor Mashalni kino hisobida mag'lub etdi. Jasur Jalolidiyevning 20-daqiqadagi goli o'yinga yo'l ochdi. Bu gol Temurxo'jaga atalgani alohida mavzu, Jasurning goli ekanligi alohida. Ikkinchi bo'limda esa Shohruxbek Abdurahmonov zaxiradan tushib, hisobni 2-0 ga yetkazdi. Oddiy qaraganda Navbahorning navbatdagi 3 ochkosi, ammo raqamlarga biroz jiddiyroq qarasangiz, boshqa manzarani ko'rasiz. Xorazm 5-1, Surxon 1-0, Bunyodkor 4-3, Nasaf 1-0, Mashal 2-0. 5 o'yin, 5 g'alaba, 15 ochko. Eng qizig'i esa bu 5 ta g'alaba bir-biriga o'xshamaydi. Birida Navbahor 5 ta gol urdi, birida bitta golning o'zi kifoya qildi. Bunyodkorga qarshi o'yin esa haqiqiy futbol dramasi bo'ldi. Kecha esa jamoa safarda kerakli paytda gol urib, keyin o'yinni o'z nazoratida ushlab turdi. Demak, gap faqat hujumda emas. Navbahor hozir g'alabaning turli yo'llarini topa olmoqda. Bu esa katta jamoalar uchun juda muhim sifat. Chunki mavsum uzoq, unda chiroyli o'yinlar ham bo'ladi, xunuklari ham topiladi, oson raqiblar ham uchraydi, tish tirnog'i bilan kurashadiganlari ham. Ba'zi kunlari futbol o'xshaydi, ba'zi kunlari esa futbolning o'zi o'xshamaydi. Shunday paytlarda jamoani qutqaradigan narsa odatga aylangan g'alaba istagi. Navbahor hozir aynan shunday bosqichga kirib borayotgandek. Kecha G'uzordan 3 ochko, bugun turnir jadvalida 3-o'rin 37 ochko va eng muhimi ketma-ket 5 ta g'alaba. Qizig'i, Navbahor bunday seriyani oxirgi marta 8 yil avval qayd etgan o'sha mavsum jamoa chempionatni 3-o'rinda yakunlagandi. Tarix takrorlanadimi, yaxshiroq bo'ladimi, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo bugungi Navbahorga qarab bitta gapni aytish mumkin. Ular endi shunchaki g'alaba qozonayotgan jamoa emas, ular g'alabani asta-sekin odatga aylantirayotgan jamoa.